Ohangaron shahridan 13 km, Olmaliq shahridan 17 km uzoqlikda bo'lgan Evelek qo'rg'onidamiz. Sizlarga bugun juda ham katta uchastka topganmiz. Chorvachilikka qiziqadiganlar uchun zo'r joy. Marhamat ko'rishinglar mumkin. Bu uyimiz juda ham katta uy bo'ladi. Umumiy maydoni kadastr bo'yicha 12 sotik bo'ladi, lekin kadastr chizmasiga 70 sotik kirgizilgan. Ya'ni bu xonadonimiz 70 sotikdan iborat. Marhamat ko'rishinglar mumkin. Juda ham katta xonadon, qaranglar. Yer maydoni chorvachilik qilsanglar ham bo'ladi yoki uylarda qanaqadir ishlab chiqarish qilsanglar ham mana shu joyda bo'ladi. Uyimizda umumiy xonalar soni 4 ta xonadan iborat. Bitta ayvoncha bor kirganda, hamda tashqari tomonida tandirxona, kichkina tovuqxona, o'tinxona, banya hamda molxonalari bilan birga. Eng asosiysi, uyimizda barcha kommunikatsiyalar mavjud, gaz, svet, suvlardan muammo yo'q. Mana shu uyimizga kelib, xohlaganingizcha qurilish qilsanglar bo'ladi. Qaranglar, bemalol mana shu yerlarga uylarni qurib sotsanglar ham sizlarga yaxshigina daromad keltiradigan joy. Lokatsiyasi ham juda ham yaxshi joyda joylashgan. Evelek qo'rg'oni, Ohangaron tumani. Bu tomonda arkadan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Bu tomonda G'izzavodga yetmasdan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Hamda bu tomonda, ya'ni 3 tomonlama kirish yo'llari bor. Maktab, bog'chalarga juda ham yaqin joylashgan. Mana shu uyimizni umumiy 70 sotikli uyimizga 4 xonadan iborat egalari tomonidan $50,000 so'rashmoqda. Yana kelsanglar, o'zingizlar ko'rib, ko'zingizlar bilan gaplashsanglar egalari bilan yaxshigina kelishtirib berishadi. Qaranglar, agar sotig'iga $1000 dan hisoblaganingiz ham $70,000 bo'ladi yer o'ziga. Lekin bu 4 xonali uyi bilan juda ham arzon narxda sotilmoqda. Pastdagilarning telefon raqamini qoldiramiz, telefon qilib bog'laninglar.